Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugungi sonimizda sizlarga Masnaviydan olingan chuqur ma'noli bir hikmatli voqeani taqdim etamiz. Insonning odati va tabiati uning hayotida qanday ta'sir qilishini ko'rsatadigan bu hikoya har birimiz uchun ibrat bo'la oladi. Keling, e'tibor bilan tinglang. Badbo'y ishlarga odatlangan cho'chqaboqar bir kuni attorlik do'koniga kirib, xushbo'y hidlardan hushini yo'qotdi va yerda yiqildi. Attorlar hushiga kelsin deb cho'chqaboqarning boshiga turli xil anvoyi hidlar sepishdi. Ammo bu xushbo'y hidlarni hidlagan sayin battar o'zini yo'qotib boshladi. Har kim o'zicha bir chorani o'ylab topardi. Kimdir o't yoqib isiriq tutatar, boshqa bir ko'z tegdi deb o'ylab burniga ko'ylak parchasini yoqib tutardi. Yana kimdir nasha chekkanmi deb og'zini hidlab ko'rardi. Ammo baribir foydasi bo'lmadi. Cho'chqaboqarning holi tobora og'irlashdi. Uni taniydiganlardan biri yugurib qarindoshlariga xabar berdi. Uning ukasi voqeani eshitib darhol tushundi. U cho'chqaning tezagini qo'liga olib, shoshganicha kasalning oldiga keldi. U olomonga, "Nari turinglar, hozir uni davolayman" dedi. Hamma hayron bo'lib orqaga chekindi. Uka o'z-o'ziga gapirgandek, akamning dimog'iga yomon hidlar singib ketgan. Uning davosi ham o'sha odatlangan narsalardir, dedi va cho'chqa tezagini akasining burniga tutdi. O'likdek yotgan cho'chqaboqar bir zumda ko'zini ochdi va sakrab o'rnidan turib ketdi. Buni ko'rganlar esa bu odam qulog'iga qanday afsun o'qidi ekan deya hayratga tushdi. Ammo cho'chqaboqarning hushiga kelish siri aynan cho'chqa tezagida ekanini hech kim bilmasdi. Ey inson, Masnaviyda keltirilgan bu qissada har kimning o'z odatiga, o'z moyilligiga ko'ra yashashi bayon etilgan. Mol dunyoni sevgan odam boylik haqida gap ketsa, uxlayotgan bo'lsa ham uyg'onadi. Johil esa mushk hididay yoqimli ilm suhbatlarida ham uxlab qoladi. Ey o'quvchi, agar odamlarni uyg'otmoqchi bo'lsang, ularni qiziqtirgan narsa bilan tiriltir. Davosini ham shunga qarab ber. Shunda sen eng mohir hakim, eng dono hokim bo'lasan. Hikoya manzur bo'lsa, like bosing, izohlar qoldiring va albatta kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, sog' va omon bo'ling.